Ancha salqin tushib qoldi. Samarqand sovuq o'zi. Ha, Ya, Tomiga nima o'rta olgani bu? bilmadim. To'xtatchi. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Alaykum. Adashib to'xtatdingiz shekilli. Men shu kungacha kimni to'xtatgan bo'lsam ham adashmaganman. Lekin bu safar qattiq adashdingiz. Nima talashyapsan haydovchi Abdurahmonov? Tinchlikmi? Komandir shogirdingiz meni sababsiz to'xtatdi. Aybdorligini tan olmayapti. Sababsiz to'xtatmaydi. Bu katta trassa bu. Sizga o'xshagan haydovchilarni hushyorlikka chaqiramiz. Uxlab qolmaslik uchun. Men hamisha hushyorman. Buxoroga Ochilevning uyiga gilamdan tezroq borib berishim kerak. Uyga kelamiz, zakaz qilganmidingiz Buxoroga? Jim tur. Shunda Buxoroga uygacha olib berasizlarmi? Ha, biz 12 ta viloyatga, butun dunyoga gilamlarimizni eksport qilamiz. Ochilib degani kim edi o'zi? Ustimdan kulyapsizmi? Tog'am bo'ladi. Kim edi deganingizni eshitsa bormi? Shunda siz podpolkovnik ochilib aytmayapsizmi? Ha, tanir ekansiz-ku, radnoy jiyanlariman. Ochilib sizlardan gilam oladimi? Begona odamdan olmaydi-ku, radnoy jiyan turgandi. Ochilibdi Samarqandda jiyani borligini bilmasdim. Yaxshi. Rasmiyatchiligingda hujjatlanishini ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Hujjat yo'q, tog'am aytgan. Gay ushlasa telefon qilib ber degan. Telefon qilib beram, gaplasha olasizmi? Yo'q. Ochilibni bezovta qilmang. Unda siz Abdurahmonov Ochilibni uyga shunday kuzatib qo'yadi. O'zi buni qayerdan olib kelyapsiz? Samarqand, Jonboy. Zavoddan birinchi qo'y. Ha, yaxshi. Abdurahmonov, Jonboyda jarima maydon bormidi? Hop. Qanaqa jarima maydoni? Ochilevni uyiga olib borib qo'y dedingiz-ku. Abdurahmonov hali yoshda, ha? Bilmaydi bular, bilmaydi. Jarima maydoni bu Ochilevni uyi. Nima? Obor Abdurahmon jarima maydoniga. Uyingizga olib ketdim men bo'lmasam. Qani, ketdik.